Birinchi bo'lim, birinchi bob. Mehnat bo'limining asosiy ko'rsatkichlari. Mazkur bobda ishchilar soni, ularning yoshi, ma'lumoti, ish haqi fondi hamda xodimlar va ish o'rinlari harakati to'g'risidagi ma'lumotlar aks ettiriladi. Ushbu bobni barcha mikrofirma va kichik korxonalar to'ldiradi. 101-satrda o'rtacha ish haqini hisoblash uchun qabul qilinadigan mazkur korxonada mehnat daftarchalariga ega bo'lgan xodimlar soni ko'rsatiladi. 101-satrni hisoblashda ayrim toifadagi xodimlar qo'shilmaydi. Bular homiladorlik va tug'ish bo'yicha ta'tilda bo'lgan ayollar, umumta'lim muassasalarida o'qiyotgan va ish haqqi saqlanmagan holda qo'shimcha mehnat ta'tilida bo'lgan xodimlar soni qo'shilmaydi. Mehnat daftarchalari mavjud oylik oluvchi xodimlarning o'rtacha sonini hisoblashda ish haqqi hisoblangan xodimlar sonini ishlagan oylarga qo'shib, hosil bo'lgan yig'indini 12 oyga bo'lish yo'li orqali hisoblab chiqiladi va birinchi ustunga jami xodimlar soni ko'rsatiladi, ikkinchi ustunga ayollar soni ajratib ko'rsatiladi. 102-satrda 101-satrdan kasanachilar, ya'ni ish beruvchi bilan tuzilgan mehnat shartnomasi asosida uyda ishlovchi xodimlar soni ko'rsatiladi. 103-satrda 101-satrdan chet el fuqarolari soni ajratib ko'rsatiladi. 104-satrda jismoniy shaxslarga hisoblangan mehnatga haq to'lash tarzidagi daromadlar jami, ya'ni bunda soliqqa tortiladigan qismi ko'rsatiladi. Tashqi o'rindoshlar, shu bilan birga fuqarolik huquqiy tusda tuzilgan shartnomalar asosida ishlayotgan va mazkur korxonada mehnat daftarchalari mavjud bo'lmagan boshqa xodimlarni qo'shgan holda hisoblanadi. O'lchov birligi 1000 so'mda ko'rsatiladi. 105-satrda 104-satrdan mehnat daftarchalari mavjud bo'lgan xodimlarga hisoblangan ish haqqi fondi ajratib ko'rsatiladi. 106-satrdan 110-satrgacha xodimlar harakati, ya'ni hisobot yilida qabul qilingan, ketgan va yil oxiriga qolgan xodimlar soni ko'rsatiladi. 110-satr hisobot yil oxiriga qolgan xodimlar sonini hisoblashda bizga o'tgan yilgi hisobot ma'lumotlari kerak bo'ladi. Misol uchun, o'tgan yil oxirida 5 ta xodim qolgan bo'lsa, bu yil hisobot yilida qabul qilingani 2 ta, ketgan xodimlari 1 ta bo'lsa, demak 110-satrda 6 ta xodim qoladi. O'tgan yilgi 5 ta xodimga qabul qilingan 2 ta xodim qo'shiladi va 1 ta xodim ayriladi. Shunda hisobot yili oxiriga 6 ta xodim qoladi. Agar hisobot yilida qabul qilingan, ketgan xodimlar bo'lmasa, hisobot yili oxiriga o'tgan yili oxiridagi xodimlar soni kelib tushadi. Ya'ni 5 ta bo'ladi. Agar korxona hisobot yilida yangi tashkil etilgan bo'lsa, ushbu korxonada o'tgan yilgi ma'lumotlar bo'lmaydi. Xodimlar soni 106 ga ko'rsatiladi, qabul qilingan xodimlar soniga. Agar ketgan xodimlar soni bo'lsa, 107-satrni to'ldiradi va 110-satrga bitta xodim ko'rsatadi. Qabul qilinganidan ketgan xodimlar ayriladi, bitta xodim qoladi. 111-satrda 118-satrgacha xodimlarning ma'lumoti to'g'risidagi ko'rsatishlar aks ettiriladi. Unda oliy ma'lumot, oliy ta'limdan keyingi ta'lim, professional ta'lim, umumiy o'rta va o'rta maxsus ma'lumotlarga ajratiladi. Birinchi ustunda jami xodimlar soni, ikkinchi ustunda ayollar soni ajratib ko'rsatiladi. 119-satrdan 130-satrgacha xodimlarning yoshi bo'yicha ma'lumotlar ko'rsatiladi. Ushbu satrlar 110-satrdan olinadi. 131-satrda 110-satrdan boshqaruv xodimlar soni ko'rsatiladi. Agar korxonada faqat tashqi o'rindoshlar bo'lsa, 131-satr to'ldirilmaydi. 132-satrda nogironligi bo'lgan shaxslar ko'rsatiladi. 133-satrda pensionerlar soni ko'rsatiladi. 135-satrdan 139-satrgacha ish o'rinlari harakati, ya'ni hisobot yilida yangi ochilgan ish o'rinlari,
qisqartirilgan ish o'rinlari va hisobot yili oxiriga qolgan ish o'rinlari ko'rsatiladi. Hisobot yili oxiriga qolgan ish o'rnini hisoblashda o'tgan yilgi ma'lumot kerak bo'ladi. Misol uchun o'tgan yili oxirida ish o'rinlari 5 ta bo'lsa, bu yil hisobot yilida yangi ochilgan ish o'rinlari 2 ta, qisqartirilgan ish o'rinlari 1 ta bo'lsa, 139-satr yil oxiriga 6 ta ish o'rni qoladi. Ya'ni 5 ta o'tgan yilgi 5 ta ish o'rniga hisobot yilida yangi ochilgani qo'shiladi va qisqartirilganini ayirib 139-satr hisoblab chiqariladi. Agar hisobot yilida yangi ochilgan ish o'rinlari, qisqartirilgan ish o'rinlari bo'lmasa, o'tgan yilgi 5 ta ish o'rni bu yilga qaytariladi. Agar korxona hisobot yilida yangi tashkil etilgan bo'lsa, 135-satrga yangi tashkil etilgan ish o'rinlarini ko'rsatadi. Qisqartirilgan ish o'rinlari bo'lsa, 137-satrni ko'rsatadi. Va 139-satrga yangi tashkil etilgandan qisqartirilganini ayirib hisoblab chiqaradi. 142-satrda haqiqatda ishlangan ish vaqti tashqi o'rindoshlarsiz kishi soatda ko'rsatadi. Ushbu ko'rsatkich tabel asosida hisoblab chiqariladi. Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi tomonidan belgilangan norma bo'yicha bitta xodimga to'g'ri keladigan yillik ish soati 1979 soat etib belgilangan. Agar korxonada bitta xodim to'liq ishlagan bo'lsa, 1979 soat kiritiladi. Agar to'liq ishlamagan bo'lsa, ishlagan kunlarini hisoblab normadan kam soat ko'rsatadi. 145-satrda hisobot yilida mazkur korxonada mehnat daftarchalari mavjud bo'lgan xodimlarning yillik o'rtacha soni ko'rsatiladi. Ushbu satrni hisoblashda korxonada mehnat daftarchalari mavjud bo'lgan xodimlar sonini har oyga qo'shib 12 oyga bo'lish yo'li orqali hisoblab chiqariladi. Bunda dekretda bo'lgan ayollar va ish haqqi saqlanmagan qo'shimcha mehnat ta'tilida bo'lgan xodimlar soni kiritiladi. 145-satr bilan 101-satr farqi shundaki, 101-satrda mehnat daftarchalari mavjud ish haqqi hisoblangan xodimlarning o'rtacha soni ko'rsatiladi. 145-satrda mehnat daftarchalari mavjud ish haqqi hisoblangan va hisoblanmagan xodimlarning o'rtacha soni ko'rsatiladi. 148-satrda tashqi o'rindoshlarning yillik o'rtacha soni ko'rsatiladi. Bunda tashqi o'rindoshlarni ishlagan oylariga qo'shib 12 ga bo'lish yo'li orqali hisoblab chiqariladi. 150-satrda xodimlarning o'rtacha yillik soni. Bunda tashqi o'rindoshlar, shu bilan birga fuqarolik huquqi ustida tuzilgan shartnomalar asosida ishlayotgan xodimlarni qo'shgan holda jami korxonadagi xodimlarning yillik o'rtacha soni hisoblab chiqariladi. 151-satrda korxona rahbarining jinsi ko'rsatiladi. 152-satrda korxona rahbarining yoshi ko'rsatiladi. Ma'lumotlar to'ldirilgandan keyin ekranning pastki qismida o'ng tomonda majburiy mantiqiy nazorat xatoligi chiqsa, ushbu xatolik to'g'rilanishi shart. Agar to'g'rilanmay boshqa bo'limga yoki bobga o'tilsa, to'ldirilgan ko'rsatkichlar saqlanmaydi. Ekranning chap tomonida ruxsat berilgan mantiqiy nazorat chiqsa, ushbu xatolik tekshiriladi. To'g'rilanmaydigan xatolik bo'lsa, hisobotning yakuniy qismida izoh maydoniga sabablari yoziladi. Ma'lumotlar kiritilgandan keyin saqlash tugmasini bosib, navbatdagi bobga o'tiladi.